Divanımız çırayla koyalım. Ben Hoca onanın xonadonidagi ishlarimizni yakunladik. Hoca onam duo qilib beryapti. Allah'ım elimiz yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohim kasb-koringlarni barakasini bersin, umringlarni uzoq, rizqinglarni keng qilsin. Farzandlaringlarga o'zinglar bosh bo'linglar, shularni rohatida, ardog'ida yurish Allohim sizlarga nasib qilsin. Allohu akbar. Aytgachi kelsin. Sizlarga ham nasib qilsin. Rozi bo'ling. Rahmat. Sizlar ham rozi bo'linglar. Xafa bo'lmasdan ketsin. Qanday yoqdimi sizga? Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bizni Zonoylar korxonasi ustalari bu Bo'stonliq tumani G'azalkin shahrida. Oybek usta yetib keldi mana bu yerga. Zoirbek. Ashidamiz kelaverasizda. Burchaklarimiz yetib keldi. Yetib keldi, Shirin keldi. Va xolos ish boshlayapmiz. Nima gap Zoirbek? Toshkent issiqmikancha? Issiq ekan, mana men yuribsiz Facebookda. Toshkentga bo'lyaptimi? Yo'q, Toshkentda. Bo'lyapti-yu. O'zimizdan jonlar issiq ekan. Ancha issiq, ha. Issiq ekan. Bosish davom etib olamiz, va xolasa. Gel. Az kaldı. Uçaklarımız Ahmeramini, burada granitten. Bu saçımız, granitimiz, biz kapağımız. Bundan şu joyda uçakka qilamiz, xolos. Sevimli ham o'zini zaspiyaq qilib qo'yibdi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz G'azalkentdagi ishlarimiz yakun topib qoldi. Xudo xolasa bugunga yoki ertaga-ertamanga tugatamiz. Do'stlar, Assalomu alaykum. Osmon yetyapsiz. Videolarga gapirmaydi. Hamza. Nasıl çıkıyor? Hadi usta. Bize olyapti-da. Burchatgan videolarni olmay qo'ydi bu. Kuchayib ketdi-yu. Kuchayib ketdi.
poyez yo'llarda, Ha, poyez yo'llar. ishxonalarda. Bo'zakchalarni qo'yamiz. Yangi shagirdga olib qo'ying. Bir skollarni gapirsa. Qo'ying, mana shu bolani qo'ying. Burchakamizni oldingi holatini videosini qo'ygandik mana. Hozir ajoyib bo'lib bityapti. Xohlasa. Nimaga barjo'zni o'zidan zinapoya qilib qo'yishibdi. Yani o'choqqa joy qilib qo'ydik. Kelajakda o'choq qilinar ekan. Bardiyorlari. Ramilning qo'shmadan burchakamiz. Ko'piga granitdan, keramik granit. Eng yaxshisi. Versace. Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, biz G'azalkentdagi loyihani bugun tugatdik. Xudo xolasa ertaga yangi ishlarimizni boshlaymiz. Ko'rsatganlarimiz Oybek usta bilan birgalikda ishlarimiz yakun topdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa ishimizni bo'ldik. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Toshkent, boshqa viloyatlarga boraveramiz. Biz Sirdaryoga ham olyapmiz. O'zbekiston bo'ylab olmayapti mana shu darvozaxonamiz. Buni bitmasidan oldin ham videolarni qilgandik. Orada G'azalkentda eski G'azalkent 22-maktab oldida ekan. Mana xonadonni. Holati. Ishlarimiz joyga o'choqqa joy qo'yib qo'ydik. Kuchli bo'lgandan keyin pul tuzamayman deb o'tiradi mana. Sog'lar yaxshi. Charchab bo'lsa, to'xtaysiz. Ko'rsatay. Divanimiz chiroyli qo'yamiz. Mana hojonani xonadonidagi ishlarimizni yakunladik. Hojonam duo qilib beryapti. Iloho ber.
Allohim elimiz yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohim kasb-koringlarning barakasini bersin, umringlarni uzoq, rizqinglarni keng qilsin. Farzandlaringlarga o'zinglar bosh bo'linglar, shularni rohatida, ardog'ida yurish Allohim sizlarga nasib qilsin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Sizlarga ham nasib qilsin. Rozi bo'ling. Xo'p. Sizlar ham rozi bo'linglar. Xafa bo'lmasdan kelsin. Qanday yoqdimi sizga? Yoqdi.